Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 30 ve 31 Mart günleri Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Turg'unjon Alovuddin, Qurultayning sobiq reisi ve Uyghur Kishilik Huquq Demokratiya Markazining reisi Dolqin Aysa, Qurultay fondining reisi ve Qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon, Qurultay Uchur axborot markazining mudiri ve Qurultayning bayonotchisi Iftixor Abdurashidlar Germaniya poytaxti Berlinda 3-navbatlik Xalqaro Uyg'ur munbirining tayyorlik xizmatlarini ko'zdan kechirdi ve Tayvanning Germaniyadagi bosh elchisi bilan uchrashib muhim suhbatlar ilib bordi. 1-navbatlik Xalqaro Uyg'ur munbiri Belgiyada, 2-navbatlikka Yaponiyada ichilgan bo'lib, 3-navbatlik Xalqaro Uyg'ur munbiri Germaniya poytaxti Berlinda ichiladi. Mazkur munbirga chet ellik mutaxassislar, har qaysi davlatlarning diplomatlari, parlament a'zolari, elchilari ve Uyghur meselesi köngül biladigan axborotlar qatnashadigan bo'lib, bu qitimqi munbirda 3-Dünya urushining bo'sig'isiga yaqinlab qolgan murakkab dunyo vaziyati, Xitoyning kun sari dunyoga shakllantirayotgan tehditlari oldida Uyghur meselesini kun tartibida tutib turish ve kelgusida yangidan shakllanadigan dunyo tartibida Uyghur meselesining bir kishilik o'rin olish uchun muhokama va munozaralar ilib berilib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik lagerlarining ochilganiga 10 yil bo'lgan bugungi kundami bu lagerlarning yanada mavjudligi va lagerlarni taqashning ta'xirsizligi Xitoyning Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan assimilyatsiya siyosatlarga taqobil turishning strategiyalari muzokara qilindi. Shundaqla Dunyo Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti a'zolarimi her 6 ayda bir 100 turani uchrashadigan yig'inni shu yerda tashkillab, mazkur munbarda ilingan qarorlar va bu qarorlarning ijro qilinishi va mazkur munbarga qatnashgan chet ellik hamkorlashgich tashkilot va shaxslarning yuritgan faoliyatlari haqida qarorlar ilinadi. Qurultay hay'ati bu qitimqi Berlin ziyorati jarayonida yana Tayvanning Berlindagi bosh elchisi Gu Ruishing bilan uchrashib, mazkur munbar haqida va Tayvan bo'g'izida kun sari kuchayotgan Xitoy tahdidi, Tayvanning Sharq Turkiston davosini qo'llashdagi tirishchanliklari haqida atrofli suhbat ilib borgan. Xitoy hukumati Yaponiya Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Keiji Furuyaga jazo e'lon qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi mushu oyning 30-kuni Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Keiji Furuyaga jazo e'lon qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining chiqargan 20-nomerlik buyrug'ida Yaponiya Avam palatasining a'zosi, Avam palatasi asos qonunni tekshirish komitetining raisi, Yaponiya parlament a'zolaridan tarkib topgan partiyalar aro guruhi, Yaponiya Tayvan parlament almashtirish jamiyatining raisi, Yaponiya Uyg'ur parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Keiji Furuyaga qarshi tadbir qo'llanish qarorini e'lon qilgan. Uyg'urlarga favqulodda ko'ngil bildigan, har fursatda Uyg'ur masalasini Yaponiya parlamenti va yig'inlarda tilga oladigan Keiji Furuya apandi Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Yaponiya Uyg'ur jamiyati bilan intayin do'stona munosabatda bo'lib, u 2023-yili Dunyo Uyg'ur Qurultiyining tashkillashida Yaponiya parlamentida o'tkazilgan 2-navbatlik Xalqaro Uyg'ur munbiriga sohibxonlik qilgan va ayni vaqtda shu qitimliq munbirning ochilish so'zini qilgan edi. Keiji Furuya apandi yana muhajiratlik Uyg'urlarning masalasiga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan bo'lib, 2025-yili Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlar masalasi haqida Yaponiya Tashqi ishlar ministri Iwaya Takashiga telefon qilib, Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarishning oldini olish to'g'risida jiddiy talab sungan. Hamda o'zlarining fikr talaplarini, jumladan Taylanddagi Uyg'urlarning orzu talablarini yetkazgan va ularni 3-bexatar davlatga yetkazish yoki Yaponiyaga qabul qilishni o'ttirib qo'ygan edi. Keiji Furuya apandi izchil turda Xitoyning rayondagi zo'migarligi va kengaymichiligiga qarshi turib kelish bilan birga Tayvan bilan bo'lgan do'stlik munosabatga intayin ahamiyat beradigan bo'lib, bu qitim Xitoyning e'lon qilgan jazolash qarorida uning Tayvanga nurg'un qitim ziyorat qilganligini va Tayvanning mustaqilligini targ'ib qilayotgan kuchlar bilan til biriktirganligini tilga olib, atalmish bo'lginchilikni targ'ib qilayotgan kuchlar bilan til biriktirgan degan. Xitoy hukumatining Keiji Furuya qo'ygan bu jazo qarorida Keiji Furuyaning Xitoydagi mol-mulkini to'nglatish va Xitoyga kirishni cheklashni o'z ichiga oladigan bo'lib, Xitoyning chet elga qarshi jazo qonuniga asosan bu qaror darhol yo'l qo'yiladi deyilgan.
Angliyadagi san'atkor, Uyg'ur ziyolisi, Dunyo Uyg'ur qurultayining Angliya vakili Rayma Mahmud Zimiston torida ayollar tarixiy iyida Uyg'ur ayollarini unutib qolmaslik kerak temasida cho'ng hajmlik obzor e'lon qilib, Uyg'ur ayollari duch kelayotgan kollektiv shaklda lagerlarga qamash, majburiy tug'mas qilib o'tish va jinsiy zo'ravonlik qatorliq masalalarning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatlar sababidan dunyo davlatlari tomonidan tanqidsiz qilayotganligini ayblagan. Rayma Mahmud maqolasida dunyoning har yili mart oyi kelganda dunyo ayollar oyini tabriklaydiganligini, ammo hikoyalari sukut ostida qolgan Uyg'ur ayollarining mavjudligini ta'kidlab, men bir Uyg'ur ayol bo'lish sifatim bilan bu oyda ovozi bostirilgan ayollarni o'ylamay tura olmayman. Ularning azob oqibatlari dunyoviy feministlarning suhbat temasi bo'la olmaydi degan. U Xitoyning 200-limich siyosatini pash qilib, men Xitoydagi g'oyat zo'r qalaymaqonchilik mezgilida Sharq Turkistonda cho'ng bo'ldim. Mening balliq davrim madaniyat inqilobidan keyingi qalaymaqonchilik mezgilida o'tdi. Xitoy hukumati maktabda bizga ayollar osmonning yermini ko'tarib turadi deb o'rgatdi. Ammo bu faqat bir shuar bo'lib, ayollar faqat qog'oz yuzida barobar edi. Lekin amaliyot taxmi murakkab hikoyani so'zlaydi. Xitoyning bu siyosatlari faqat iqtisodiy manfaatga xizmat qilib qolmay, yana til, oila va an'ana madaniyatning keyingi avlodlarga qo'shg'uvchilar bo'lgan ayollarni nishon qilish orqali Uyg'ur jamiyatini vayron qilgan. Aman qolganlarning guvohliklarida majburiy tug'maslik, majburiy tug'ut cheklash va tutib turish o'rinlarida jinsiy zo'ravonlik qilish tasvirlangan. Jeffrey Nice riyosatchilik qilgan Uyg'ur sud kollegiyasi oxirgi hukmida Uyg'ur nufusi ichida tug'utning oldini olish uchun qasddan tadbir qo'llanish Uyg'urlarga qarshi ilib berilayotgan qirg'inchilikning markaziy elementini tashkil qiladi deb xulosa chiqargan. Bu qo'rqinchli statistikalarning sirtida tixim jimjit bir fojia bor. U bo'lsa-mu bir zamonlar madaniyat va aqliy hayotimizni beyitgan Uyg'ur ayollarining g'oyib bo'lishi, muhabbat, til va vatan haqida yozgan ayol shoirlar, olimlar va san'atkorlar, necha avlod o'quvchilarini tarbiyalagan o'qituvchilar g'oyib bo'ldi. Rayma Mahmud xonim yana tarix hamisha ayollarning jasorati bilan shakllangan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jannat onalarning oyog'i ostida degan. Bu bizga ayollarning kuchi va izzat hurmatining har qanday jamiyatning axloqiy asosini tashkil qilganligini eskartadi. Uyg'ur ayollarining taqdiri dunyoning vijdoniga og'ir yuk bo'lishi kerak. Ayollar iyi faqat o'tmishdagi qalblarni tabriklab qolmay, balki hozir yuz berayotgan adolatsizliklarga qarshi turish kerak. Va bu adolatsizliklar ichida Uyg'ur ayollarining azob oqibatlari va jasorati hargiz unutilmaslik kerak deganlarini ta'kidlagan. Hürmetli ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.